Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boradigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 27 noyabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 11.881 so'm 60 tiyin bo'lib 55 so'm 29 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.749 so'm 39 tiyin bo'lib 19 so'm 81 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 151 so'm 5 tiyin bo'lib 51 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 22 so'm 91 tiyin bo'lib 13 tiyinga arzonladi. 1 qirg'iz so'mi 135 so'm 83 tiyin bo'lib 63 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.